12 unit in the bedroom and bathroom. Yani как спальня и как dush. Yani hammom va yotoqxonaga oid bo'lgan so'zlar. A part bedroom, ya'ni yotoqxona. Birinchisi bed, ya'ni bu kravat deganimiz, to'g'rimi? Uh, Karovat bo'lsa kerak, yot tarjimasi. Karovat. Xo'p, keyingisi bedside lamp. Bedside lamp degani bu, ya'ni uyqu chirog'i deymizmi? Ya'ni uxlaganda yoqib qo'yadigan chiroqda. Bedside lamp. Keyingisi alarm clock. Bu budilnik bo'ladi. O'zbekchasi nima buni? O'zbekchasi uyg'otgich bo'lsa kerak. Unaqa emasda, buni yo'g'i o'zbekchasi. Keyingisi pijamas, ya'ni pijama как bu tungi kiyim. Короче, ya'ni yotishdan oldin kiyiladigan kiyim. Keyingisi dressing table. Endi dressing table'da biz endi pardoz stoli desak ham bo'ladi, o'zimizdan kelib chiqqan holatda. Pardoz stoli men bilmayman, qidirmagan, o'zimdan kelib chiqqan holatda yozyapman. Ya'ni bezanadigan joyda. Keyingisi chest of drawers. Ya'ni bu yerda drawer degani tortma yoki g'aladon. Holatda yodlagansizlar. Sizlarda ham shunaqami axir? Bizda tortma deydi buni. Tortma Hmm. yoki g'aladon desak ham to'g'ri keladi. G'aladon. Mirror esa ko'zguligini bilasizlar. Ko'zgu yoki oyna desak bo'ladi. Keyin esa wardrobe. Wardrobe degani bu kiyim shkafi yoki garderob desanglar ham bo'ladi. Xo'p, keyin esa bedside table. Bedside table degani o'sha kravatimiz yonimizda turadigan stulchik yoki stolcha yoki partacha desak ham bo'ladi. Tumbichka deb ko'ramiz. To'g'ri kelsa kerak, a? Shunaqa bo'ladimi? Tumbichka bo'ladimi? Tumbichka. Tumichga bo'ladi. Keyin esa com. Com degani bu yerda ham taroq, faqat bizda buni buni oldinlari shu bitta raqam deyishgan, oldinlari shu чтоб bittan achatish uchun shu taroq. Keyingisi hairbrush. Hairbrush endi biz yojik taroq desak ham bo'ladi. Ya'ni sochni ishirib qo'yish uchun foydalanadigan taroq. Ya'ni yojik taroq buni ruschasi. Xo'p, hairbrush bilan comni farqi borda. Ya'ni comda biz ko'pincha uzun sochni taraymizda. Day part bathroom. Ya'ni bu yerda hammomdagi holatlar. Shower. Imенно mashq qismini biz shower deb ataymiz. Soap. Bilasizlar, bu sovun degani? Sho'rva bilan chalkashtirib qo'ymanglar, a? Bizda u soap deb bo'ladi. Sovun qismi. Keyin esa shampoo. Shampun emas, shampoo o'qiladi. Keyin esa shower gel. Ya'ni bu yerda anaqa gel holatda kelyapti. Toothpaste. Anaqa tish pastasi. Razor. Bu yerda britva desak bo'ladi. Britva. Keyin esa toiletni bilasizlar. Toothbrush bu yerda cho'tkasligini bilasizlar. Shelf degani bu yerda tokcha degan ma'noda kelyapti ekan. Tokcha. Basin degani bu yerda rakvina degan ma'noda kelyapti yana. Hop, towel esa sochiqligini bilardinglar. Sochiq holatda yodlaysizlar. Sochiq. C part emas routine. Ya'ni routine degani kun tartib yoki tartib deb yodlasanglar ham bo'ladi. Routine bo'ladi, talabsi routine. Tartib, yo'nalish deb yodlasanglar ham to'g'ri keladi bunga. Yoki kun tartibi desanglar ham bo'ladi. Degan ma'noda ham keladi. Hop, the first one, Emma goes to bed at 11 o'clock. Ya'ni go to bed degani uyquga yotmoq deb tarjima qilasizlar, ha? Ya'ni go to bed degani kravatiga boradi demanglar. Ya'ni go to bed birga keladi ko'pincha. Uyquga ketmoq, uxlamoq deb yodlasanglar ham hech kim ta'sir ko'rmaydi. She goes upstairs to her bedroom. Go upstairs degani zinadan ko'tarilmoq yoki zinadan chiqmoq degan ma'noda. Go upstairs. Zinadan chiqmoq. Ya'ni u shu yotoqxonasiga zinadan chiqadi. She gets undressed. Ya'ni get undressed degani yechinmoq degan ma'noda kelyapti. Ya'ni turli xil yo'llar bor, ya'ni yechinmoq deyishda. Ya'ni get undressed degani yechmoq yoki yechinmoq degan ma'noda. Yechinmoq and gets into bed va o'sha uxlaydi degan ma'noda. She reads for a bit, ya'ni biroz kitob o'qiydi. She turns off, ya'ni qurilmaga nisbatan turn off deb yodlaganmiz sizlar bilan. Ya'ni takrorlanyapti ekan.
Turn off, ya'ni bu o'chirmoq deganmiz. Qurilmaga nisbatan. Ya'ni the light and fall asleep. Ya'ni shu chiroqni o'chiradi va uxlab qoladi. Fall asleepni ham birga yodlaysizlar. Fall asleep degani uxlab qolmoq degani. Uxlamoq bilan uxlab qolmoqni farqi bor, a? Ya'ni uxlab qolmoq. Ya'ni chiroqni o'chiradi va uxlab qoladi deb aytyapti. Xo'p, keyingisi. She wakes up when her alarm clock rings. Wake up imенно bu uyqudan uyg'onmoq. And ring degani o'sha butilniga qo'ng'iroq chalganda. She gets up, turadi, and she has a shower. Ya'ni dush qabul qiladi, clean her teeth, tishini tozaladi, and get dressed. Get dressed degani bu kiyinmoq degan ma'noda kelyapti ekan. Undressed teskarisi. Kiyinmoq. Hop, and she goes downstairs to the kitchen for breakfast. Ya'ni nonushta uchun oshxonaga tushib boradi zinadan. Zinadan tushmoq holatida yodlaysizlar. Pastga tushmoq holatida. Buni shundaylar degan umiddaman. Yodlaysizlar buni ham. Hop, bu 12-unit edi.